Ha, hammaga yoqadigan va hamma sevib qolgan kvarts foam. Bilasizlar, bu kuzov uchun deb ishlatiladi, lekin buni ikkinchi xususiyati bor. CarPro Plus va Detail Shop'dan life hack. Anti-dojj 2ta 3ta moykada turib beradi. Buning uchun bizga skotch kerak bo'ladi, kvarts foam va suv. Itak, skotch tortdik va distaranani ko'rsatib beraman. Kvarts foam. İtak, bu tarafına kvarts foamni обработка qildik, bu tarafına kvarts foamni обработка qilmadik. Eslatib o'taman, kvarts foam 150 ming so'm 2 donasi. Aksiya yilda oxirigacha over. 2ta 3ta moyka turib beradi. Endi qaranglar, tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek, obro't qilgan tarafimiz top-toza bo'lib qoldi. Aytgancha 2 donasi 150 ming so'm, 31-dekabrgacha over. Ulgib qoling. Bunaqasi bo'lmagan. Bunaqa life hacklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling va kommentariy qoldiring. Salomat bo'linglar. Va nihoyat avtomobil polni obro'tga qildik. Oynalarini buni ko'rdinglar, yarim tarafini qildim. Eshak bomba bo'ldi. Mana endi pol suv qo'yaman. Qale eshak bombami kerak bo'lsa mana surba pushkada bitta yurgizib yuboraman. Ya повелитель turbin deydi-yu. Qale eshak yoqdimi? Kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Salomat bo'linglar.